Mani yoshim 17 yoshda. Menda har hayz kelgan paytda yuzimga har xil ugurlar chiqadi, har doim bir xil joydan chiqadi. Bunga sababi nima? Hozir o'rinli savol berdingiz. Hozir ko'p yosh qizlarimiz, o'smir qizlarimizga ko'p beriladigan savol. Bu gormonal tizimga juda ham bog'liq. Agar sizda hayz siklingiz regular bo'lsa, hayz vaqtingiz og'riqsiz kelsa, zadержкаларsiz kelsa, sizda bu muammo bo'lishi kerak emas. Agar sizda hayz siklingiz bir me'yorda kelmaydi, noregulyar, har xil keladi yoki ovqat tartibingiz har xil, ichingiz qotadi, tekshirganimizda vizual sizda tuklari juda ham ko'p. Ular bo'lishi mumkin androgen gormonlarni ko'payib ketishdi, ya'ni erkaklarning gormoni ko'payib ketadi. Agar hayz siklida buzilish bo'lsa, sizda uni tekshirishingiz kerak. Estrogen gormoni kamayib ketdi, progesteron gormoni ko'payib ketsa ham bu yog' almashinuvi buzilishiga olib keladi va sizda o'sha hayz kelishdan oldin sizda yuzingizda yog' qatlami tez ishlagani sababli ugurlar chiqishi mumkin. Bu sabablar va keyingi sabablari bo'lishi mumkin. Uyqungiz bir me'yorda emas, kech uxlaysiz, ovqat tartibingiz har xil, notartib va sizda o'sha stress natijasida kortizol degan gormon oshib ketadi. U ham yog' almashinuvi buzilishiga olib keladi va sizda ugurlar, aknelar yuziga husnbuzarlar chiqadi.